不再流。当时间停住，日夜不分，当天地万物化为虚有，我还是不能和你分手，不能和你分手。你的温柔是我今生最大的守候，让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，让我们策马奔腾，人世繁华。让我们对酒当歌，唱出心中喜悦，让我们轰轰烈烈，把握青春年华。当太阳不再上升的时候，当地球不再转动，当春夏秋冬不再变换，当花草树木全部凋残，我还是不能和你分散，不能和你分散。你的笑容是我今生最大的眷恋，让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，让我们策马奔腾，共享人世繁华。让我们对酒当歌，唱出心中喜悦，让我们轰轰烈烈，把握青春年华。ishqinglar shuncha hashamatli yerda turdi ekansizlar. Qaraganda cho'qim puldar o'xshaysizlar. Xon qiz, bugungi yordamingizga ko'pdan ko'p rahmat. Hay, xon qiz degan nima u? Meni shoyanzi desanglar bo'laverdi. Haras, o'tganda sizlarmi menga yordam qilgandinglar. Endi tang bo'ldi. Xo'shamsa, men mangay. Hey, to'xtab turing. Nimishqa odam aldaysiz? Bu xil usul bilan pul topsangiz ko'nglingiz qanday ko'taradi? Nima u ko'ngli ko'tirdi, ko'tamaydi degan kim ziyon tatdi? Men ko'pchilik o'yin qo'yib berdim. Chambarchilik maharati ko'rsatdim. Yarindaq maydonda o'g'rin tutdik. Buni hammaylar ko'rdi. Shuncha qiziqarlik bo'ldi. Ko'pchilik ozroq pul berishga tegishli emasmi? Kim ziyon tatibdi? Men azaldan sizga o'xshash boshqalarning pulini aldab elib olib, yana xotirjam yuraveradigan odamni ko'rmabdi ekanman. Siz ko'pchilikning xayrixohlik qilish ko'nglidan foydalanib, pul mol-mulkini aldab elib olsangiz ancha ochiq yo'riq bo'lmagan bo'lasiz. Yu familiyalik aksangiz bilan sizning obdan gumpanlar borkan, ham yosh bo'lgandan keyin nimishqa bir durust ish qilmaysizlar. Sizning naringiz tarbiya ko'rgan odamga o'xshaydi. Ha, sizlar odamga tamih bergansiz. Karomatimizga to'yinib pul topsak, buning nari xato ekan. Odam aldash to'g'ri emas. Xo'jayin chakar ishqinglar atgandan kashkich aranchasinib, hamiyat lag'aylab yursanglar, odam aldag'anlik emasmi? Bu jahonda odam aldamayman deyish haqiqatan baktaskan. Qani, o'ylab beqinglarchi. Kichiklardan to cho'ng bo'g'icha yolg'on aytib baqmaganmi? Bu mumkin emas. Biz aslida odamni aldaydigan jahonda yashayapmiz. Sizning bir tarbiya ko'rgan cho'ng oilaning xon qizi ekanligingizni men obdan bilaman. Lekin biz shu adab qoidalar tufaylidan bir kitob xaltisi bo'lib qolsak bo'lmaydi-da. Siz odam aldimisangiz, boshqalar sizni aldaydi. Shunglashqa men aldash bilan aldanishni selishtirganda odam aldigan yaxshiroq deb qarayman. Ha, sizning qoidalaringiz menikidimi ko'pkan? Men birini degichi siz onni da'vatsiz. Xuddi mening deganlarimning hammasi qoidasizdek. Xon qiz,
Qayda bo'lsa bir xil ish, yashash bo'lsa yana bir xil ish. Adab qayda bilan qo'sam to'yg'azg'il bo'lmaydi. Bizning tasodifiy tanishib qolganligimiz haqiqatan bir qismat. 2 yil qatim ko'rishgandagi ahvolimiz boshqacharoq bo'lsa-mu, ammo nima uchunki sizga bir ko'rib do'st bo'lib ketgandek hissiyatda bo'lyapman. Ochiq yo'riq tuz ko'ngilligingizga bekma havas qilyapman. Shunga ixtiyorsizlar ko'nglimga gapni deb soldim. Ko'nglingizga ammo sizning bu xil kun o'tkazish usulingiz rostilla bir qismal ekan. Nima ish tepib qilmaysiz? Ish tepib qilish? Shuncha oson demsiz? Nerdan topma? Liu Qiang bilan Liu Hong ish izlab baqqan. Haq ularning molay qismi qo'saq ko'pigini bo'g'ichi tatqanning ustiga, yana to'yiqdek yemmay, issiqda kiyamidi. Uning ustiga bizning heliq cho'ng o'ylada shuncha nurg'un egichaqsiz bechoralar botirsa, biz ularning holidan xabar olmasak, ular qanday jon boqidi? Hey, boshqa iloji yo'q. Hey, xon qiz, siz yeli nima degandingiz? Noto'g'ri yo'l. Ha? Noto'g'ri yo'l? Men yangi bir so'zni o'rganib oldim. Bu noto'g'ri yo'l, balkim ancha durust yo'l emasdi. Lekin shundaqdimi atlab-satlab pul jo'ndigil bo'ladi emasmi? Biz o'yin qo'yib kishilarning pulini aldab elib oldik deyli, ammo azaldan birisini qat'iy pul bersan deb majburlamadik. Shu pul berib xayr-saxovatlik qilganlar yeydigan ichadigan yo'q kishilar emas. Bizning heliq cho'ng o'yildikilar bilan selishtirganda ularning hol kuni xeyli yaxshi deyishga bo'ladi. Sizlarning u cho'ng ho'ylida xelijiq boshpanasiz, egjoqsiz odamlar bormi? Ha, xelijiq. Ko'pchilik doim osh qoladi. Og'rib qolsa, davoladigan puli yo'q. Intayin bechora. Oldin qoida, jimomay dori oladigan puli yo'q. Ichinishli holda o'lib ketdi. Bo'ldilar. Bulan deb nima qilaman desam, baribir bilmaysiz. Undaq emas. Men bilaman. Hammani bilaman. Bilaman, nimani biladingiz? Sizning ota-onangiz bor, yana bir cho'ri qiz sizni kutadi. Siz osh to'qilishning nima ekanligini asla bilmaydigandir. Esildadigan qizsiz. Men oshchaling'iz qilib baxmagan bo'lsam-mu, opam ketib, ilojsizlikdan jiroq yo'llarni besib, Beyjingga dadamni izlab keldim. Dadamni topolmaganning ustiga hammaliyati dakkiyab, xo'rlanib, bekli mushkul ahvolda qoldim. Mening o'zimga kuchlik dadim bor. Nim deyapsiz? Siz aslida bilindirmay cho'ri qizni agashtirib o'ynag'ili chiqqan. Serkanda uyga qaytib ketadigan xon qiz emasmi? Mening burilib boradigan yerim bo'lmasa, meni nega bodaysiz? Bizning xon qiz Beyjingga tuqqan izlab kelgandi. Jinanni ayrilganini qat'iy niyatga kelib, dadasini izlab tepish xiyolida. Butun uy voqini setib, yo'l xarajati qilib Beyjingga aran tasdid kelgandik. Lekin biz hamma yo'l xarajatini ishiltib bo'layli deb qoldik. Onun boshqa pulimiz yo'q. Mubodo xon qiz dadasini topolmasa, rostilla qanday qilishimizni bilmaymiz. Nima? Beyjingga yerim yilda aran keldinglarmi? Hammasi mening kasabtimdan bo'ldi. Salomatligim yaxshi bo'lmag'achqa yo'lda ishga qaytdim, qattiq og'rib qolib, hayal bo'lib qoldik. Aslida sizning opangiz yo'q, dadingizni topolmay yetib ekansiz-da. Sizning ahvolingiz meningki bilan o'xshab ketar ekan. Aldırğanğa tapqıl bo'lmayotdi. Mubodo men hojidan tushib qolsam, men cho'qim sizlarga yordam qilaman. Odam yoki bir ishni surishtiradigan ishinglar bo'lsa, meni xeyli ipim bor. Lekin bu ipimmi noto'g'ri yo'l. Men sugatlik davon quyruqtar ko'cha 13 numurli qo'rada o'tiraman. Ish bo'lsa izdab olsanglar bo'laverdi. Ismimni bilib oldinglar-ku deyman, ha? Endi sizning ismingiz-chi? Familiyam Sha. Ismim Sevi. Heliqi shapaqguldagi Sevi. Hajatning chiroyli ismingiz bor ekan. Ismingizmi o'zingizga o'xshash chiroyli ekan. Sizni chiroyli ekansiz-ku.
qilishmanglar. Tizilib turinglar. 3 xatlik o'qishni niyatlab bersanlar, kech tomoq yemaysizlar. Uqdinglarmi? Bo'ldi. Endi yotla. Shoyato, dabo, ormo, shoyato. Joyato tez kelinglar, menga 3 xatlik o'qishni niyatlab bersizlar. Ora turib qilishmanglar. Tizilib turinglar. 3 xatlik o'qishni niyatlab bersanlar, kech tomoq yemaysizlar. Uqdinglarmi? Bo'ldi. Endi yotlashga boshlanglar. Tug'ilishing inson aq ko'ngil, millati yiqin odati boshqa. Tarbiyasiz mijoz yotlisha, tarbiyalash izchildir ammo qo'shni tanlash maymunning yo'li. Hunarsiz qolar savobsiz bola. Yashan holda bardir adolatchi, tarbiyachi o'lmas al-ara. Adil tarbiya ustozga nomus, tarbiyalash ota gunohkor. 9 yoshda o'qishga kirgan, sham qilishgin bo'lgin vafodor. Adil tarbiya ustozga nomus, tarbiyalash ota gunohkor. 9 yoshda o'qishga kirgan, sham uchun Shang uchun nim bo'pti? Shang uchun tirishqin, bo'lg'in vafodor. Ay! Siz kelsiz-ku. Sizlar qanday qilib kelib qoldinglar? Vah, esli mehmon kelibdi-ku. Haqiqatan izsiz mehmon kelibdi. Ballar, o'rindiqqa kelinglar, char quyinglar. mana Hey, dadingizni topa oladingizmi? Nada bunda qasayish bo'lsin. Azroqmi xabarini olamayaptiman. Shunga meni izlab kelibdi ekansiz-da. Men noto'g'ri yo'lim bilan yordam qilsam bo'lamdi. Qani qizimiz madad tilab emas, balki yordam bagil keldi. Nima bu? Bu azroq ko'mish pul. Odamni ko'rib boqmabdi ekanman. Ishonamanki, bu dunyoda sizdek odam intayin oz uchraydi. Mening sizni oldishimdan qo'rqmamsiz? Meni olmaydiganligingizga ishonaman. Bo'ptamsa, uyga kirib so'zlashaylik. Mening sizmi misha ko'chib kelib, men bilan birga turib. Qanday dedim? Mushu uyga ko'chib kelamdim. Nim bo'pti? Mening bu uyimni ko'nikan deb yaratmayaptamsiz. Eslidadigan qizning loyiqda bo'lmabdimi ya? Siz yana nimdan deyapsiz? Sizga desam, hozirgi ahvolim sizchilikmi emas. Har nima degan bilan sizning mushundaq bir turadigan uyingiz bor ekan, yana nurg'ilgan do'stlaringiz hamroh bo'ladi ekan. Holbuki mening hech nimam qolmadi. Undaq degan nimaga arsaldi bo'lasiz? Ko'chib kelib men bilan birga turavering. Bu uy ko'nroq bo'lgan bilan mayt kang tasha. Ishkanga ko'chib kelsanglar, azram kichiklik qilmaydi. Siz qachonliq dadam bilan ko'rishman degan emasmidingiz? Uning ustiga opangizning qolgan zeb-zinnatini setib yetibsiz. Sarayda yozsangiz, har kuni pul to'laydigan gap. Buningga qachongacha bardosh bera olasiz? Uning ustiga sarayga odamlar kelib ketib turdi. Biroz qalaymiqan. Ishkinglarning bir ishqa ozroqmi ipinglar yo'q. Kishilar sizni aldab olib chiqib setib yetamdi, texi bir nima demakdasiz. Men uncha o'ylab ahmoq bo'lmasam, kishilar qandaqmi meni aldab setib degan bilan sizning mushundaq bir turadigan uyingiz bor ekan, yana nurg'ilgan do'stlaringiz hamroh bo'ladi ekan. Holbuki mening hech nimam qolmadi. Undaq degan nimaga arsaldi bo'lasiz? Ko'chib kelib men bilan birga turavering. Bu uy ko'nroq bo'lgan bilan mayt kang tasha. Ishkanga ko'chib kelsanglar, azram kichiklik qilmaydi. Siz qachonliq dadam bilan ko'rishman degan emasmidingiz? Uning ustiga opangizning qolgan zeb-zinnatini setib yetibsiz. Sarayda yozsangiz, har kuni pul to'laydigan gap. Buningga qachongacha bardosh bera olasiz? Uning ustiga sarayga odamlar kelib ketib turdi. Biroz qalaymiqan. Ishkinglarning bir ishqa ozroqmi ipinglar yo'q. Kishilar sizni aldab olib chiqib setib yetamdi, texi bir nima demakdasiz. Men uncha o'ylab ahmoq bo'lmasam, kishilar qandaqmi meni aldab setib etsin? Aldab setib etmaydi, jazman aldab setib etadi. Mendek bir azaldan tanishmaydigan odamga hamma narsangizni berib etsangiz, mening kun bo'yi talada odam aldab yuradiganligimni bilmabdingiz? Hey, siz bek sodda ekansiz, qanday qilib jinandan bejin kelaligansiz? Bir ishga uchirmaganligingizga to'limi hayron qilyapman. Siz kishilarni da qari ko'ngil deb o'ylayotgansiz. Siz meni qilchi tushunmay turib, meni uyingizga kelib turing deyapsiz-ku. Jahonda yanalar ko'ngli yumshoq odamlar to'la. Uningga men o'xshamayman. Men degan jahon kazda azmat. Shundaq bo'lgandan keyin haqqan ish qilsam bo'lmaydi. Sizning men uchirishingiz jahondagi eng yaxshi odam uchirganligingiz bo'ladi. Rost shundaq. Siz zot qanday qilay deysiz? Yana sarayda yotamsiz? Albatta ko'chib kelib jahondagi yaxshi odam bilan turmanda.
Rasma, o bek obdan bo'ldi. Biz sizga qanday yetishma olaymiz? Hay, tez bo'linglar, tez bo'linglar. Nim bo'ldi? Chiroyingiz tutib ketibdi-ku. Yanzi, qarang, Avu xon ordisi ekan. Ha, Beijing shahardagilarning hammasi uning xon ordisi ekanligini biladi. Buning nima hayron qoluvchiligi bor? Ajdahoning sumurg'ini o'ynatishi degan she'rdagi mundaq misralarni anglab baxmaganmi? She'rda Beijing shaharida cho'ng bir chambar bor. Cho'ng chambarning ichida yana bir yumaloq chambar bor. Yumaloq chambar ichida yana bir seriq chambar yotadi deyilgan. Yo'q. Hozir biz turayotgan joy dal seriq chambarning o'zi shu. Ajab intizor bo'ldim. Nimaga intizor bo'ldingiz? Men ash seriq chambarning ichiga kirishga intizor bo'lyapman. Nima? Siz ashyoga kirman deyapsiz? Kelishib qoldingizmi? Biz menga uya kiramaymiz. Lekin men Xon qiz, apalari kishilar bilan ahvollashgan vaqtinglarda odatli gapni deyishib, hamma siranglarni davatmanglar demaganmidi? Nima maxfiy pichirishyapsizlar? Nima gapda o maxfiy deyish kerak? Sizlarning oldimni kuslashtiringlardan bakmi to'ydim. Yaqindan buyon biz kun bo'yi birga bo'lyapmiz. Sizlar yana meni yod ko'ryapsizlar? Odamning qo'sig'ini ko'pirib. undaq emas. Biz allaburun urug' tuqqandek bo'lib qoldik. Sizni rostli yot odamdek ko'msam bo'g'dek. Sizdan shafaatchim emasmi? Siz boya nim dedingiz? Siz hadislar to'tqalik so'z bilan gap qiladi ekansiz. Urug' tuqqandek degan so'z bizning ko'nglimizning ochiqligidagi yiqilligini bildiradi. Undaq bo'lsa biz yana nimaga saqlaymiz? Qasam qilib ochiqsang bo'layli bo'lamdi. Gap qiling a? Bo'ladi. Ajab yaxshi bo'ldi. Liu Qing, Jinsu bizni ko'rmaganlar, undan boshqa mushuk, ishtiqush, qarchiketga, chashqan qatorliq har xil qurt-qo'ng'iz hayvonlar, yana gul, daraxt, bulut, ay, sizlar hammanglar men Yanzining guvohchisi. Bugun men Shouzuwei bilan ochisingi bo'lishdim. Bundan keyin rohat farog'atda birga bo'lamiz. Bir qo'saq ochisingildek o'timiz. Agar bu qasimimizga vafosizlik qilsak, yaxshi kun ko'rmagaymiz. Zubi, sizga keldik. Osmon bilan zimin guvoh bo'lsin. Men Shouzuwei bilan Yanzi homilangiz demekdi. Kichik vaqtimda bir rahiba meni butxonadan beqiyopti ekan. Ustozim familiyamni jang deganda qilgan, lekin familiyamning zodi nima ekanligini rostila bilmayman. Undaqda bu yil necha yoshga kirdingiz? Nechinchi oyning nechinchi kun tug'ilgan? Men o'zimning Qamariyaning 2 yil tug'ilganligimni bilaman. Qanchinchi oyda tug'ilganligimni bilmaydi ekanman. Men Qamariyaning 2 yili tug'ilib ekanman. Tug'ilgan kunim Qamariya 8-oyning 2-chi kuni. Undaqda qaysimiz acha, qaysimiz singil bo'lamiz? Albatta men acha, siz degan singil bo'lasiz-da. Siz 8-oyning 2-chi kuni tug'ilgan bo'lsangiz, men 8-oyning 1-chi kuni tug'ilgan bo'lay. Mushundaq hisoblasi bo'lamda.
Hechqisi yo'q, bo'laverdi ayda. Shunday emasmi? Kimning achi, kimning singli bo'lishi ancha muhim emas. Muhimi samimiy bo'lishda o'zaro sodiq bo'lsanglar bo'ladi. Albatta bo'ladi. Men o'zimning 8-oyning 1-kun tug'ilganligini belgiladim. Bu hargiz xato emas. Osmon bilan zimin guvoh bo'lsin. Men Shazivi Yenzi bilan bir dil, bir niyatda bo'lib, achi-singil bo'lishdik. Bundan keyin rohat, farog'at, jafo mushaqqatda birga bo'lamiz. Mushkul kunda o'zaro yor yo'lakda bo'lib, shad-xuramliqda birga o'tamiz. Keyingi taqdirimizning, hayotimizning qanday bo'lishidan qat'iy nazar mangu ayrilmaymiz. Yaxshi bo'ldi. Muborak bo'lsin, hozirdan boshlab xonqizni ish qilamiz. Men hargizmi xonqiz bo'lamayman. Men bundan keyin xonqiz deb chaqirmanglar. Meni Yanzi deb chaqiringlar. Yanzi desanglar bo'laverdi, xonqiz desanglar xafa bo'lib qolaman. Qani, bu achi singillar uchun bir qadah ko'taraylik. Shunda qilaylik. Yenzi, biz hozirdan boshlab achi-singil bo'lib qoldik. Mubodo boshqalar sizdan familiyangizni so'rasa bilmayman demang. Mening familiyam Sha, siz menga o'xshash Sha familiyalik bo'ling. Familiyam Sha. Bu bak yaxshi bo'ldi. Yozdik shapaqkil, yozdik qalg'ach. Bak yaxshi gap. Bugundan boshlab mening familiyam Sha. Familiyam bor bo'ldi. Tug'ilgan kunimni bildim. Qamariya 8-oyning 1-kun tug'ilgan. Qarindishimmi bor bo'ldi. Siz ham qarindishim, ham singlim bo'ldingiz. Ustozim menga 3 xatlik o'qishlikdan o'rgatgan, boshqasini o'rgatmagan. Bu qarisiya, ikki qog'ozning meni to'nig'ini bilan men uni tonimayman. Tanımsanız hech qisi yo'q. Men sizga bu rasm bilan yelpigishni ko'rsatmoqchi. Bu rasmlarni dadam o'z qo'li bilan chizgan. Ustidagi she'rni dadam o'z qo'li bilan yozgan. Bu yelpigishdagi Nilufar guli bilan she'rga opamning ismi kirgizilgan. Opamning ismi Shoyuxi. Qamariya to'g'ili kuzda simsim yomg'irliq daming bo'yida bo'ldi hadiya yuxi xinimga. Qarang, bu rasmni opamga topsizib ekan. Bu yerda dadamning imzosi bor. Bovli Qamariya to'g'ili 10-oy. Yana bu yerda dadamning muhri bor. Muhriga Jonchulning o'limi deb o'yilgan. Aslida mundaq ekanda, bu dadingizning qo'l yozmasi, dadingizning ismi Bovli, shundaqmi? Boshroq, uningizni boshroq chiqaring. Nimandaq bunda xo'diqsiz? Dadingiz bilan qachon, qanday bo'lib ayrılib ketgandinglar? Men azaldan dadamni ko'rib baxmagan. Ha? Meningcha dadammi meningdek bir qiz borligini bilmaydigandi. Ajiba, dadingiz bilan opangiz amdili to'y qilibla ayrılib ketganmikan? Dadam bilan opam to'ymi qilmabdi ekan. Ha? Undaqda dadingiz bilan opangiz yoshirin bitishyapti ekanda? Butunlay undaq emas ekan. Uyida bo'ldi hadiya yuxi xinimga. Qarang, bu rasmni opamga topsizib ekan. Bu yerda dadamning imzosi bor. Bovli Qamariya to'g'ili 10-oy. Yana bu yerda dadamning muhri bor. Muhriga Jonchulning o'limi deb o'yilgan. Aslida mundaq ekanda, bu dadingizning qo'l yozmasi, dadingizning ismi Bovli, shundaqmi? Boshroq, uningizni boshroq chiqaring. Nimandaq bunda xo'diqsiz? Dadingiz bilan qachon, qanday bo'lib ayrılib ketgandinglar? Men azaldan dadamni ko'rib baxmagan. Ha? Meningcha dadammi meningdek bir qiz borligini bilmaydigandi. Ajiba, dadingiz bilan opangiz amdili to'y qilibla ayrılib ketganmikan? Dadam bilan opam to'ymi qilmabdi ekan. Ha? Undaqda dadingiz bilan opangiz yoshirin bitishyapti ekanda? Butunlay undaq emas ekan. Cho'ng dadam bilan cho'ng opammi ayni vaqtda bu ishni bilmaydi ekan. Meningcha ular ko'nglida bu ishni amalga oshirgan deb o'ylagan bo'lsa kerak. deb Beijingga berib dadamni izlab tepishni topilgandi. Bo'ldilar. Bundaqlarni izlab nima qilasiz? Agar rostla uning sizga samimiy niyati bo'lgan bo'lsa, opangizni bir umr azobda qo'ymaydi. 18 yil ona bola tashlatib kar bo'lmay, bir apacha rasm, bir necha qora she'r yozib qo'ysa, shunchalik cho'ngishma, ha? Bo'ldi qiling. Bundaq vafosiz dadini-chi, zadini kechirgili olmaydi. Uni izlamay, dadam yo'q deb. Ammo
Apam onu bir ömür yaxşı gördü. Köz yumuduğu vaqtda Cazmen dadamni izlab tepib, onundan damin ko'li bo'yidagi shayuxi esida bayuqlig'ini so'rab beqishimni qayta topilgandi. Apangiz haqiqatan sod ekan. Uning albatta esida yo'q-da. Esida bo'lgan bo'lsa qaytib kelmabdi. Siz menga o'xshash betala ekansiz. Aslida siz apangizning familiyasini ishlatib ekansiz-da. Dadangizning familiyasining nimaligini bilmaydigansiz tayinliq. Undaq emas, aniq bilaman. Familiyasi Ayshinjo'lo. Nima? Ayshinjo'lo? Manjumu? Yoki Xonjamatidimi? Ajiba, Shahzodami? Bovleriga ishki xatning nimani bildirganligini biladigansiz. Bov degan Bovchangvangni, Li degan Xonglini bildiradi. Bizning podsho aliylarining ismining Xongli ekanligini bilmay qolmaydigansiz. Taxtga o'tirishdan ilgari Bovchinvang ekan. Nima? Nima deyapsiz? Mubada opamning ishi rost ish bo'lsa, bu Isil Husni xat rasmlar rost bo'lsa, dadam boshqa birisi emas. Dal hozir podshoning o'zi shu. Avaylar, yelpikchimni buzib etmam. Men bir malika bilan qo'l berishdimmi? Faqat o'ylamabdi ekanman. O'tinib qolay, vaqirma, boshqalarni olib kelishidan paqas bo'layli. Sizning bu dadingiz aslida podshoh ekanda? Ha, aslida sizning lion janoblarini izlashingiz podshoh oliylari bilan ko'rishish uchun ekanda? Ha. Uning menga yordam qilishiga ko'zim yetmagandan keyin uni qayta izlamadim. Biroq sizning besh yo'q chivandak ozroq amalingiz bo'lmasa, uni bilan qanday ko'risha olasiz? O'rniga qandaymi kira olasiz? Shundoq emasmi? Shunlashqa mening boshqa amalim qolmadi. Agar bir qalg'ash bo'lgan bo'lsam, o'rniga uchib kiradigan bo'lsam, bek yaxshi bo'lardi. O'rniga kiramisingiz, podshohning o'rnidan chiqishini saqlamoqdan boshqa hech qanday amal yo'q. Bilamsiz, podshoh kelar oyda G'arbiy tog'dagi o'v maydoniga o'g'lashga chiqadigan o'xshaydi. G'arbiy tog'dagi o'v maydoni? O'g'ilg'il chiqadi. Ajiba, Shahzodami? Bovleriga ishki xatning nimani bildirganligini biladigansiz. Bov degan Bovchangvangni, Li degan Xonglini bildiradi. Bizning podsho aliylarining ismining Xongli ekanligini bilmay qolmaydigansiz. Taxtga o'tirishdan ilgari Bovchinvang ekan. Nima? Nima deyapsiz? Mubada opamning ishi rost ish bo'lsa, bu Isil Husni xat rasmlar rost bo'lsa, dadam boshqa birisi emas. Dal hozir podshoning o'zi shu. Avaylar, yelpikchimni buzib etmam. Men bir malika bilan qo'l berishdimmi? Faqat o'ylamabdi ekanman. O'tinib qolay, vaqirma, boshqalarni olib kelishidan paqas bo'layli. Sizning bu dadingiz aslida podshoh ekanda? Ha, aslida sizning lion janoblarini izlashingiz podshoh oliylari bilan ko'rishish uchun ekanda? Ha. Uning menga yordam qilishiga ko'zim yetmagandan keyin uni qayta izlamadim. Biroq sizning besh yo'q chivandak ozroq amalingiz bo'lmasa, uni bilan qanday ko'risha olasiz? O'rniga qandaymi kira olasiz? Shundoq emasmi? Shunlashqa mening boshqa amalim qolmadi. Agar bir qalg'ash bo'lgan bo'lsam, o'rniga uchib kiradigan bo'lsam, bek yaxshi bo'lardi. O'rniga kiramisingiz, podshohning o'rnidan chiqishini saqlamoqdan boshqa hech qanday amal yo'q. Bilamsiz, podshoh kelar oyda G'arbiy tog'dagi o'v maydoniga o'g'lashga chiqadigan o'xshaydi. G'arbiy tog'dagi o'v maydoni? O'g'ilg'il chiqadi.
Özlerni bana bir göz bakınlar. Sizin büyük Çin suladısını at üstü can kılıp kurganlığımızda unutup kalmayla. At biniş, ok yayıtış, biz bağcılarım. Aldığınızdaki o meydanı, hani üzerlerinin bağ maharetini köstüdüğün vakit geldi. Bugünkü o ulaşta kimin neticesi yakşı bolsa, ben şunu tartışmayayım. Qutlug padişah alileri, hemis ben tüst qilmadim. Kimsini tüst kıl depti, maharetini köse. Bunu da alileri. Şahzade etday, biz besliş bakaylı. Kim birinci olup ovalı yalaydı? Aka, siz çokum bana yengilip kalsın. Hani, bugünkü o meydan kimin ülkesi bulduğunu bir kör bakay. Çok! Erkan, Ertay, Şahzade etday bilen qoldap ben ola. Fudon, kosuğunuzni keng tutun. Bu o meydandaki o ulaşta çoğun kiçik, igiz pes, han vezir dep ayrılmaydı. Yansılı boldu. Oğlunuz Hudi benim üzemnin oğlu bilen op okşaş. Aliler danadır. Mening bu işki balamni qandaqmı Şahzade bilen tengleştirildi bolsun. O ikisini öz oğlum bilen okşaş görmen. Unda konusu ben qandaqmı, nege basam ulan şu şeye ep barman ha? Fudon, siz işlerini bek neri oylap ketme. Bu yaşla özara besliş baksın. Özlerinin karametlerini bir köz baksın. Qutlug, çok! Yazı. Biz bu tağı çıkışqiyan qanchalik qaldi? Mushu tağdan alqib o'tsaklar, o maydonga yetib boramiz. Sizning bu tağdan o'tish deganingiz nima gap u? Mushu tik tağdan halqib o'tish degan gap. Mushu tik tağdan halqib o'tdimizmi? Ha, mush yerni o'tishdan boshqa amal topamadim. Padişah alileri o'g'i chiqqanda o maydonni qatma-qat qamal qilib oladi. Yasavul çirikladilla bir neçe ming bor degan gap. Atlab satlab kirmisingiz, buningga faqat amal yo'q. Mushu tiyadni o'saklar, o olaydigan o'rmonlikqa yetib boramiz. Burun musharni yoshirinch kelib ko'rgan yo'limiz xato emas. Men o'tolmagidekman, men o'tolmayman. Yeri putlarim uzilib ketayil deb qoldi. Jinsu, azra hayrat qiling, xon qizingizni deb bo'lsin, bal qo'yatma. Ayjon. Men Jinsuga o'xshashlar. Bolamay qoldim. Men o'tolmaydakman. Bu tağdan herkes o'tolmaydakman. Ağzınızı kelganda jo'ylamang. Bu tağdan o'tolmasangizmi o'tsiz, yamshamsangizmi yamishsiz. Anglang, tağning u tarafida burg'a ovozi, ot to'yqining ovozi anglanayotdi. Dadingiz bilan sizni faqat mushu egiz tağlar ayirib turyotdi. Men hech nimani anglayolmadim-ku. Yuragimning so'qiyotgan ovozini anglayapman. Ko'p qilib og'zimdan chiqib ketayli deb qoldi. Yana ozroq kuchab yaqin bo'lamdi. Qani kuchab.
Nima bo'lmagansiz? Yo'q. Bo'xcham qani. Yirtilib ketdi emasmi? Ichib ko'rib baqayli tushib qoldimi? Hech nima bo'lmagandi. Hanım bo'lsa, yalpigish saqkan. Nima bo'ldingiz? Yaralanmagansiz? Mavchataqni to'g'ri ilomabdi ekan. Endi qanday qilamiz? Gapimni angla. Uchimiz bu tog'dan o'timiz desak, atim o'tib bo'lamaqdakmiz. Siz o'zingiz yolg'iz o'tsangiz bu o'ng'ayli ish. Amaliyotda tog'ning u tarafidagi ishni bizmi bilmaymiz. Tog'dan o'talgan taqdirda mu podshoh oliylarini ko'ra olishimiz natayin. Shunga menimcha siz bu nishonnamni elib yolg'iz berib kelsangiz qanday? Siz meni xat to'shug'chi bo'ldi otamsiz? Joyida gap qildingiz. Yana hayol bo'lsa, kun o'ltirib kelsa, o maydonga bora olgan bilaman, odam topqil bo'lmasmikin. Amiz shunday qilaylik. Menga ishining. Men bu ishni o'zimning ishim deb bilaman. Bu narsalardan hargiz ansirman. Mening jinim bo'lsa, bu narsalarni bo'ladi. Jinimga o'xshash saqlayman. Shoyanza, men sizga xon qizimizning o'rnida bosh uray. Hey, bunday qilmang. Zuveydiga mening singlim tursa, uning ishi mening ishim bilan o'xshash. Bu ishni men qilmasam, kim qilib beradi? Bo'ldi, qilaylik. Vaqtni ching tutmasak ulgurmay qolamiz. Ha? Sizlar avval saroyga qaytib turinglar. U yerga borsam, nima ish bo'ladiganligini kim biladi deysizlar? Yanzi. Mubada bugun qaytib tushmasam, sizlar quruq qol saqlab turavermay, Beyjingga qaytib berib, ko'p oylik qo'rada meni saqlanglar, ha? Yanzi. Jazman o'zingizga paxas bo'ling. Ansirman, paxas bo'laman. Sizmi o'zingizga paxas bo'ling. Emisman mangdim. Yo'lda ehtiyot qiling. Xotirjam bo'linglar. Ha? Bug'uni qo'g'lab oldi, ketkizib etdi. Shahzoda ayibga buyurmasa, men avval qo'l soldim, ha? Aka, qarang, atrofda bir eyiq bor ekan. Ko'pchilik qarab beqinglar. Bu o maydonda eyiq yo'qmikin desam, eyiq bor ekan. Bu eyiq mening bo'lsin. Eyiq nima ekan? O'rtay, yordam qilganinga rahmat. Bugun kimning ustidiganligi elil ma'lum bo'ladi. Ütnikining olg'a ashqallar. Xan alilar bilan ko'rishiman. Alilarga ma'lum bo'lg'ay, shahzoda bir ayol qotilni tutibdi. Demak, ayol qotil. O maydon shunda qattiq qamal qilingan tursa, nima degan qotil ekan u? Amin. Sen atrofdagi tog'larni kim tekshirganmi? Faqirlari o'limga mahkum. Bu gapingni qo'yib turib, darhol berib nemishligini aniqlab kel. Xo'p, alilar. Shahada, emchi keldimi? Bu darhol bu qizni qutqizib qolgan bo'lsa, ayol qotilmi shuma?
Ayol qatil? Kim uni ayol qatil deydi? Qarsam o tenha yalğızken, etrafı kufrado belkim. Bu yer qandaq kep qalgan ekan. Men atqan o'qya meyilsiga tiklatdi. Hayot xavf qoldi. Liyam chiqani. O'qini, malmat. To'xtanglar. Bu nimanda g'alati ish. Bir qiz bola o maydonda tanha yuriydi. Avval uning yerini tekshirib beqinglar. Hop, hop. Ahlileri, 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 ahlileri. Shahzoda, bu g'alati ish bu. Uning to'xtamay olilerini chaqirayotganligini angladimi? U bu yerning o maydoni ekanligini aniq biladi ekan. O olilerini deb kepti. Yomon bo'ldi. Uning endi yushiruv quroli ekan. Dada, Öbi, to'xtab turinglar. Shohata, so'roq ishning enig'ini bilganiga o'tayli. Qo'lingni tap. Ahlileri, 19 yıl ilgirki, Damen köle boyidiki, Shoyixoni, unutib qaldilami? Nima? Nima dedim? Yana bir deb baqa. Olileri, u ishni ketdi. Güzellik qilishni paqas o'g'aylar. O yo'l bo'yi bu vaqtchincha quchoqlab keldi. Qandaq yushirin qurol ekanligini ko'rib baqayli. Shahata, bir yer bigish bilan rasmga. Nima? Akla ko'rib baqay. Yungki, uni götürüp bu yoqqa gel, ko'rib baqay. Hop. Liyamchi, uni derhal davalab saqaytqin. Agar saqaymasa, hammangning kallasini olaman. Qushdimi? Ma'qul. Sen nima qarab turibsan? Derhal berib, odamni qutqizish. Derhal menish. Derhal polishlayman. Bu hargiz o'lib qolmasin. Hop, hop. Alilerin işini sürüştürmesine yok öyle. Qiu Yansi, siz nerede? Bunun bilen alileri oğulaş kırayı bağmay. Hapla şapla koyup kepti.
Ayol qoldi.姑娘，她有一些任性，她还有一些嚣张。有一个姑娘，她有一些叛逆，她还有一些疯狂。没事儿，吵吵小架，反正醒着也是醒着。没事儿，说说小谎，反正闲着也是闲着。有一个姑娘，她有一些任性，她还有一些嚣张。有一个姑